قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ishchi yuzi. 10 bob. Xitaycha alohidlikka ega pul muomala va iqtisod urushi. Kelgusidagi urushlarda bir davlat bir tamcha qon eqitilmasdan bo'ysundiriladigan pul muomala urushiga o'xshash ishlar texmi ko'p bo'ladi. Polkovnik Chaolyang va polkovnik Wang Xiangsuy. Cheklimsiz urush 1999 yil. Birinchi qism. Xitoy Xalq Cumhuriyati Amerikaga qarshi chekidan oshgan iqtisod va pul muomala jangi qilib kelyotdi. Bu urush boshlang'ili kam deganda 30 yil bo'ldi. Xitoy Kompartiyasi davlatning iqtisodiy qurollarini ishlatib, adolatsiz savdo qilmishlari orqali Amerikaning iqtisodiy kuchiga hujum qildi. Xitoy bilan savdo qilayotgan Amerika shirkatlarini texnikasini berishga majburladi hamda Amerika shirkatlarining aqliy mulklarini keng ko'lamda o'g'irladi. Halbuki o'g'irlangan bu texniklar hozir Xitoyning mahsulotlariga va ilg'or qurollarga ishlatilyotdi. Bu iqtisodiy hujum 1980 yillardan boshlabla Amerikaning biz faqat Xitoy bilan savdo qilsaqla, savdo pul muomala aloqasi va boshqa iqtisodiy muomalotlar, ya'ni Xitoyga muvofiq ta'sir ko'rsatib, Xitoy Kompartiyasining kontrolligidagi bu davlat erkin bozorga ega, demokratiyani yetakchi qilgan siyosiy va iqtisodiy tuzilmaga qarab tadrijiy taraqqiy qiladi deydigan xato siyosati ostida ilib berilgan edi. Bu siyosatlar talto'kis mag'lub bo'ldi. Hozir Amerika so'g'uq munosabatlar urushi mazgilidagi Sovet ittifoqidan qilishmaydigan yangi razil imperiyaga duch keldi. Xitoy Amerikaning bu xil tinishlantirish xarakterlik iqtisodiy siyosatidan naf oldi-yu, demokratlashishning o'rniga texmi kommunistik, texmi bostirmichi va kengaymichi davlatga aylandi. U hozir dunyo sahnasida erkin bozor va ularni qo'llaydigan demokratik davlatlarga qarshi g'oyat zo'r iqtisodiy tahdid sifatida o'ttirg'i chiqdi. Roger W. Robinson tangdoshsiz peshqadam moliya jangchisi bo'lib, u Chase Manhattan bankisining sobiq xalqaroliq bankiri edi. U eng dastlabda prezident Ronald Reagan hokimiyat yurgizgan mezgillarda pul muomala urush san'atini o'rgangan edi. Oldingi asrning 80-yillarining beshida so'g'uq munosabatlar urushi avjiga chiqqanda Robinson 1982 yil 3-oydan 1985 yil 9-oygacha davlat bexatarlik kengashining xalqaro iqtisodiy ishlarga mas'ul yuqori darajalik mudiri sifatida Oqsaroyda sovuqqonlik bilan davrangsiz holda Sovet ittifoqiga qarshi iqtisodiy mashg'ulotlarni elib borgan edi. Robinson Nyu-Yorkdagi Cumhuriyetchilar partiyasidan kelib chiqqan bo'lib, bu yerda Nelson Rockefeller partiyaning sharqiy qirg'oq qanotida uzun yil hukmron o'rinda turib kelgan edi. Шоң Robinson o'zining Hollywoodning sobiq artisti bo'lgan, ham o'zi hurmatlaydigan, shundaqli bu partiyadagi konservativ g'arbiy qanotga vakillik qiladigan, yangidan saylangan bu prezident Ronald Reaganning hukumatiga mos keladigan, kelmaydiganligiga jazm qila olmadi. Ammo Reagan, Robinson va davlat bexatarlik maslahatchisi William P. Clark o'zaro tezli chiqishib, Oqsaroydagi maxfiy hujrda g'ayri harbiy vositalar bo'lib Amerikaning tangdoshsiz iqtisodiy va pul muomala kuchi orqali Sovet ittifoqining yer shari xarakterlik mustabid hokimiyatini yo'qotishni planlashdi. Robinson
aşı vaqtdagi xizmetidan başlap, Prezident Reagan aytgandek, Amerikaning iqtisodiy va pul muomala strategiyasining binokoriga aylangan edi. Dal mushu Robinsonning yetakchiligida tuzilgan iqtisodiy strategiya Reaganning başqa har qandaq siyosatidan bakrak, Reagan razillik imperiyasi deb atagan Sovet ittifoqining yemirilishini tezlatgan edi. Robinson Aqsaroydan ayrilgandan keyin bugungi xavf-xatarni boshqarish, yumshoq detal va ochiq kodliq istixborot shirkati bo'lgan RWR maslahatchiligini qurdi. Mazkur shirkat davlat bexatarligi, yer shari pul muomalasi va xalqaroliq tijorat sohasida faoliyat qiladi. Robinson bilan Clark Zich hamkorlashib 1982 yili yangi prezident Reagan'ga Sovet ittifoqining iqtisodining yillik kirimi aran 32 milliard dollar bo'lgan teshi palpal, ichi g'alg'al, zaif sistema ekanligini tushuntirdi. Ya'ni G'arbiy Yevropaga tabiiy gaz yetkazishni va G'arbning qarziga erishishni cheklashni o'z ichiga oladigan qaratmaliqqa ega bir qancha moliya tadbiri orqali Moskvaning kuchlik pul, ya'ni hard currency, naqd pul iqimi qisilib, oxirida vayron bo'ldi. Intayin maxfiy bu pul muomala strategiyasi, ya'ni Amerika davlat kuchining boshqa omillarga, ya'ni Amerika harbiy kuchining zo'rayishi, strategiyalik boshqariladigan bomba mudofaa aslahalarini taraqqiy qildirish, Sovet ittifoqidagi va Sharqiy Yevropadagi demokratik kuchlarni qo'llash, Yevropada Pershing ikki qurol sistemasi va chorlig'uchi boshqariladigan bomba o'rinlashtirish, shundaqla 3-dunyodagi Sovet ittifoqiga besim ishiltish qatorliqlarga tamoman mos kelgan edi. 1988 yili Reagan vazifasidan ayrilib 3 yildan keyin, ya'ni 1991 yil 12 oyga kelganda Sovet ittifoqi bir pay o'q etilmayla yemirilib, alohizal 300 million kishi o'rlikka chiqdi. Sovet ittifoqining tarixga aylanishi bilan Robinson yangi xirisqa, ya'ni kommunistik Xitoyning Amerika kapital bozoriga bo'lgan kunsiri kuchayotgan tahdidiga duch keldi. Trump hukumati dunyoning Xitoyning noto'g'ri savdo qilmishi va qonunsiz texnika o'tkazib olishi haqida o'yg'onishiga yordam bergan bo'lsa-mu, Robinson Beijing kommunistlari yo'lga qo'ygan texmi razil pul muomala urushi strategiyasini bayqadi. Robinson va uning tekshiruvchilari 2012 yildan boshlab Intel Track deb ataladigan o'zgacha yumshoq detalni ishlatib, dunyo miqyosida Xitoy va Rossiyaning barliq savdosini kunda iz qo'g'lashga va uning xaritasini sizishga boshladi. Bu Xitoy korxonalarining Amerika kapital bozoriga pensiya fondi, xatardan saqlanish fondi, o'rtaq fond, shtatliq ommaviy pensiya sistemasi, ko'rsatkich fondi va tashqi pervod savdo bozoriga shapsizli singib kirishni o'z ichiga oladi. Va Xitoyning bu qilmishlarining Amerika davlat bexatarligiga shakllantirgan tahdid haqida nazorat tekshirishlar to'limi oz yoki yo'q edi. Növbətdə ahvaldan xəbərsiz milyonlagan Amerikalik məbləğ salğıçılarının qarzi və pay huquqi berikmisdə Xitaylarning nurg'unlagan buzg'unchi korxonalari bor. Ular asosan shaxsiy fond direktorlari va yoki mablag' solg'uchi apparatlar o'zlari uchun o'rinlashtirgan har xil fond va boshqa mahsulotlarni setib olish orqali buni ishga oshirgan, dedi Robinson manga. Kapital bozorimizdagi Xitoy amaliy gavdalari, Xitoy ozodlik armiyasining o'tdigar shirkatlari Amerikaning embargolarga xiloflik qilg'uchilar
Janubiy dengizdagi qonunsiz orollarni qurish va harbiyləştirishga chetiladigan shirkatlar, ilg'or qurollarni ishlab chiqaruvchilar, tor xakerlari, yuqori qatlamdagi cheriklikka chetishliq shirkatlar, texnika va bilim mulk huquq o'g'rilari, tijorat xavfini ustiga oladigan Choshan va İran pul muomala aparatlari, ya'ni underwriters, shundaqla boshqa razil Xitoy shirkatlari qatorliq masalasi bor nurg'un Xitoy shirkatlarini o'z ichiga oladi. 2018-yili yozgacha taxminan 88 Xitoy shirkati New York Akatsiya birjasida 62si, Nasdaq Akatsiya birjasida bozorga kirdi. Yana 500dan ortiq Xitoy shirkati birja sirtida savdo qilyotidi. Robinson mundaq dedi: Xitoy shirkatlari va pul muomala aparatlari o'ngishli holda Hong Kong, Singapur, Frankfurt va Lyuksemburg qatorliq davlatlardan Amerikaga nurg'un milliard dollar qimmatidagi dollar bilan hisoblanadigan zoyum, ya'ni dollar dominated bonds ni muvaffaqiyatli holda sotdi. Xitoy mablag' solg'uvchilar Amerikaning as nizomi deb atalgan belgilamasındagi qonuniy yo'chiqdek ko'rinadigan matlarga ig'ir darajada tayinadi. Bu belgilama xalqaro qoida yo'sin uqumini asos qilgan u Xitoy shirkatlarining chet ellardagi akatsiya bozoriga Amerika dollari bilan hisoblanadigan zoyim tarqitishga yo'l qo'ydi. Ondan bu zoyimlar bir qancha mexanizm orqali Amerikalik mablag' solg'uvchilarning muqim kirimlik mablag'ida saqlanadi. Bu Xitoylar uchun xohlagancha bir taraf qilg'il bo'ladigan naq puldir. As nizomidagi mablag' selish Xitoyning davlat ichidagi nazorat qilish, boshqarish tuzumi, Amerika sistemasi qo'llangan cheklamalar va shartlarga uyg'un degan xatoparazni asos qilgan. Robinson va uning atrofidagilar Xitoy 2019-yilida shuningdan keyingi 30 oy ichida Osiyoda umumiy qiymati 1 trillion dollar bilan hisoblanadigan zoyum tarqitishga tayyorlik qilyotidi deb qaraydi. Goldman Sachs mulk boshqarish shirkatimi bu qarashga qo'shilgan. Goldman Sachs shirkatiga ko'ra, bu zoyimning taxminan 88% Xitoy korxonalarining va davlatning zoyimi bo'lishi mumkin. Amerikadagi va G'arbning boshqa joylaridagi layoqatlik organ mablag' solg'uvchilari bevosita Hong Kong akatsiya birjasidan, shundaqla Xitoy o'lkalaridagi Shenzhen va Shanxay birjalaridan Xitoyning qarz va pay chekini setib olish salmoqini kuchaytdi. Bu kitob yozilayotganda bu zoyimlar allaqachon davlatlik yashanganda kutinish sistemasi va Amerikaning boshqa mablag' solish turlarida ko'rilishga boshladi. Bu Beijing muvaffaq deb qaraganda, ya'ni ruxsat qilganda, ondan ishlatkili bo'ladigan naq pullardir. Robinson yana Amerika kapital bozoriga allaburun kirib bo'lgan yoki kirish oldida turgan Xitoy pay cheklari, Xitoyning yoshurun pul muomala urushining va Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatiga buzg'unchilik qilish strategiyasining niqobi deb qaraydi. Bu jihatda mundaq ko'z qarashlarmi mavjud. Agar kelgusi 3 yildan 4 yilgacha Xitoy akatsiyasining Amerikaliklarning yashanganda kutinish fondi va boshqa mablag' selish turlariga davomliq eqib kirishiga yo'l qo'yilsa, millionlagan Amerikaliklar o'zlarining pensiya hisoboti va boshqa mablag'larining qimmatini yo'qotib qo'yishidan ansirab, Amerikaning Xitoyning yomon g'arazlik qilmishlariga embargo yoki jazo yurgizishning
aldını ilish uchun salachilik qilishga boshlaydi. Natijada Trump hukumatining Xitoy bilan adil va o'zaro naf yetkazgan savdo munosabati barpo qilinishi ko'zlagan yangi siyosatning va bosh temasi bo'lgan savdo nuqsonlari tamojna beji Amerikaning davlat bexatarlik manfaati kapolatlik qilishni emas, balki o'z yenini chingdashni o'ylaydigan millionlagan Amerika fuqarolarining besimi sabablik buzg'unchilikqa uchraydi. Xitoy yozuvchilarining Amerikaning qarz va pay bozoriga singib kirishi Amerika davlat bexatarlik xavfiga uchrashidan derak berdi. Chunki bu bir tarafdan yoki Xitoy, Amerika va ittifoqdoshlarining xalqliq bexatarlik manfaatiga elib kelgan bir qism intayin ig'ir bexatar tahdidga uchrab muhim mablag' manbasi bo'lsa, yana bir tarafdan vaqtning o'tishiga ergishib manfaati Xitoyga bog'langanligi sababli Xitoy uchun salachilik qiladigan zo'r bir turkum amerikalik mablag' solg'uvchilarni vujudga chiqardi, deydi Robinson. Akatsiya savdo komiteti, ya'ni SEC, Moliya ministrligi yoki ijroiya tarmoqlarining boshqa organlari mas'ul bo'lgan davlat bexatarligi yoki kishilik huquq masalasiga qaratilgan hech qanday kapital bozori tekshirishi yoki tirishchanligining bo'lmasligi Xitoyning pul muomala urushining tahdidini kuchaytirdi. Robinson mundaq dedi: Amerika kapital bozorida Moliya ministrligi boshchiligidagi chet el mablag'i komitetiga o'xshash sistemalik bexatarlikni nazarda tutgan tekshirish mexanizmi yo'q. Eng kamida bexatarlikni asos qilgan material oshkorlash talabini amliylashtirishga bo'lgan ehtiyoj to'liq ta'xirsiz edi. Wall ko'chasidagi mablag' solg'uvchilar va hukumatdagi qilg'uchilar ko'p yillardan buyon bu xil bexatarlikni nazarda tutgan tekshirishga qarshi turib, bu xil talabni o'tirg'a qo'yishning yer shari kapitalining erkin aylanishini qalaymaqonlashtirib, Amerika kapital bozorining raqobat kuchi va jalb qilish kuchiga ziyon yetkazadiganligini da'vo qilib keldi. Robinsonning shirkatidagi tahlilchilar 2019 yilga qadar davlat bexatarligi sababli Amerika bozoridan chiqarib etilgan bir Xitoy korxonasini topolmadi. Bu xil savdoni nazorat qilishga mas'ul bo'lgan Amerika hukumat organi, Amerika Akatsiya savdo komiteti, ya'ni SEC gumonliq Xitoy harbiy doiralari bilan yoki bexatarlik tarmoqlari bilan bo'lgan munosabati yoki ular qatnashgan texmi ko'p strategiyalik tur va savdo sababli biror Xitoy shirkatiga tekshirish jadvali avatmagan. Bu xil pul muomala urushiga unumlik taqobil turish uchun Robinson Trump hukumatini tezdan tadbir qo'llanib, Xitoyning bu yangi tipdagi cheklimsiz urushiga kuchlik qaytarma zarba berishga chaqirdi. Xitoy buzg'unchilarining kapital bozorimizga singib kirishiga taqobil turish cho'qim Xitoyni asosliq strategiyalik raqobatchimiz deb e'tirof qiladigan yangi davlat bexatarlik strategiyasining bir qismi bo'lishi kerak. Robinson mundaq dedi: Agar bexatarlik ko'zda tutilgan tekshirishda Xitoyning davlat igidorchiligidagi biror korxonaning davlat bexatarligiga daxli ta'ruz qilganligi bayqalganligi sababidan Amerika Akatsiya bozoridan chiqarib etilsa, bu xalqaro bozordagi cho'ng vaqa deb qaraladi. Mutaxassislar yangi hukumatning hech bo'lmasa qisman darajada bozorga aralashish va Xitoyning kelgusi xatarni hisoblash tayyorligi bor yo'qligini faraz qilishmoqda. Bizning kapital bozorimizdagi Xitoyning nachar amaliy gavdalarini jalb qilgan somma necha milliard dollarga yetdi. Uning ustiga Xitoyning bu bozorlarga singib kirishini osonlashtiradigan texmo foydasiz taraqqiyotlarning biri,
2018 yılı 6 ayda Morgan Stanley Kapital Xalqaralıq şirketi, yani MSCI, Xitayning 234 dana A paychiki yoki davlat ichi paychikining mazkur shirkatning yangidan gullangan bozor ko'rsatkichiga kirgiziladiganligini oshkorildi. Har vaqt tangshilib turadigan mazkur bozor kapitali ko'rsatkichi boshqariladigan mablag'i 1 trillion 900 milliard dollardan oshadigan yer shari pay bozoridagi eng nopozliq o'lchamlarning biridir. Robinson yana mundaq deydi. Beijingning o'zining kelgusidagi siyosiy ta'sirini kuchaytirish va mablag' to'plash uchun Amerika kapital bozoridagi mavjudlikni tezlatish urinishi amalga oshgan bir orzu g'arb kapital bozoriga singib kirishdagi avtomatik kuch oshirg'uchdir. Ya'ni Xitoy kapitaliga. Bu xil quchoq echish vaqtning o'tishiga ergishib, chet ellik mablag' solg'uvchilardan Beijingga 100 milliard dollarlab mablag' ilib keladi va natijada bu mablag' Xitoyning harbiy inshootlari, akatsiya, munosabatlik buzg'unchiliklari va Amerikani vayron qilishni maqsad qilgan boshqa faoliyatlarni mablag' bilan ta'minlaydi. RWR şirketi Xitayning Amerika kapital bozoridagi mavjudligiga qarta Robinson tirik to'qilmalarni tekshirish, ya'ni biopsi deb atiladigan usulni qo'llandi va bu jarayonda bayqalgan masalaning faqat g'oyat zo'r pul muomala muzdeg'ining uchi, ya'ni Xitoyning yo'shirin pul muomala jengining bir qismi ekanligini to'nib yetdi. Bu qitimliq tekshirishdan Xitoyning Amerika kapital bozorida razil faoliyatlar bilan shug'ullanadigan kam deganda 10 amaliy gavdisi, ya'ni shirkati tepilgan. Xitoy ozodlik armiyasiga chetishlik shirkatlar dastlabda Iran bilan qonunsiz savdo qilganlik uchun jazo berilgan Zhongxing telegraf shirkatini, Xitoy aviatsiya aeroplan cheklik shirkati, ya'ni Zhongxang Fiji Gufen Yoshan Gongsining tarmoq shirkati bo'lgan Xitoy urush aeroplanini ishlab chiqaradigan Xitoy aviatsiyasi sanoat shirkatini, Xitoyning tunji yerlik avia matkasi va boshqa ilg'or harbiy sistemalarni yasab chiqayotgan Xitoy kemisozlik sanoat shirkati qatorliqlarni o'z ichiga olgan. 6 babda oshkorlangandek, Xitoy aviatsiya aeroplan cheklik shirkatining tarmoq shirkatlari Boeing shirkatiga qarshi C-17, F-35, F-22 aeroplanlarining muhim texnikalarni ziyonga uchratgan keng ko'lamlik tor josusligining manfaatlanuvchilaridir. 2018 yıl 3 ayda Xitoy kemisozlik sanoat shirkati Xitoy ozodlik armiyasi dengiz armiyasining, ya'ni benzin yiqilg'usiga o'xshash an'anaviy harakatlantirgich kuchiga tayanadigan 2 dona avia matkasiga yondashtirish uchun tunji yadro energiyalik avia matkani yasashni planlaganligini e'lon qildi. Robinson gruppasining tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy kemisozlik sanoat shirkati bu qarorni e'lon qilib, uzun o'tmay Frankfurtdagi Germaniya zoyim bozorida 1 milliard dollarlik zoyim tarqatgan. Bu zoyimning qarorining to'shish vaqti va sommasi mazkur yadro energiyalik avia matkining mo'lchardagi tamomlanish vaqtiga to'g'ri kelgan. Mazkur yangi iqtidor Xitoyning dunyo miqyosida o'z tuproqining sirtida harbiy kuchini joriy qildirish iqtidorini zo'raytgan bo'lib, yadro ittirishini asos qiladigan mazkur aviamatkaga an'anaviy harakatlantirgich kuchga tayanadigan aviamatkalarga o'xshash to'xtamay may qachalashning hojati yo'q. Frankfurt akatsiya bozorida tarqatilayotgan
bu 1 milliard dollarlıq zayımның məzkur aviamatkini yasab chiqish uchun məbləğ bilan ta'minlaydiganligi shaksiz. Texmi çataq yer shuki, bir qism zayım kirmini Amerikaning məbləğ salğıcı aparatlari ta'minlagan. Bu öz növbətində Amerika puhralarining məbləğ birikməsining Beijingning hərbiy inşaatlarga işletilayotganligidan derak berdi. 2019 yılının başında Amerika Hindi Tinch Okean Qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Philip Davidson Xitoyning bu qilmishini Amerika rahbarligidagi erkin bozorlik demokratik kapitalizmga bevosita xiris e'lon qiladigan Xitoy kompartiyasining hokimiyat va iqtisod sistemasini ilgari surish uchun loyihalangan keng ko'lamlik programma deb sifatlagan edi. Sabiq maliya tahlilchisi Amerika Dengiz Armiya Urush instituti Dengiz Okean tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Gabe Collins ogohlantirib mundaq dedi. Xitoyning harbiy paraxod yasag'uvchilari dunyodagi eng ko'p paraxod yasab chiqadigan shirkatlar bo'lib, ular yer shari kapital bozoridan foydalanib, o'zlarining, ya'ni Xitoyning harbiy zamonaviylashtishni mablag' bilan ta'minlayotidi. Collinsning mo'lchiricha 2004 yil 1 oydan 2015 yil 1 oygacha Xitoy kimsozlik sanoat shirkatining Xitoy kimsozlik guruhi cheklik shirkati va Xitoy kimsozlik ig'ir sanoati pay cheklik shirkatidan iborat ikki tarmoq shirkati pay cheki va zoyim setib 22 milliard 260 million dollar mablag' to'plagan. Collins mundaq dedi. Bu dunyodagi eng cho'ng va eng pishib yetilgan davlat mudofaasi o'ttigarlik shirkatlardan Huntington Ingalls kimsozlik shirkati, General Dynamics shirkati va Lockheed Martin shirkatining o'xshash mazgilda kapital bozoridan to'plagan umumiy mablag'idanmi taxminan 20% ko'p. Bu bozorlarda ul muassasa va uskunlar uchun to'plangan mablag' Xitoyni boshqa mablag'larni ishlatib, parxod setib olish imkoniyatiga ega qildi. Shundaqla Xitoy hozir tez suratda parxod ishlab chiqaryotidi. Masalan, Xitoyning 054 tiplik boshqariladigan bombaliq qo'g'dug'uchi parxodining bahasi 360 milliondan 375 million dollargacha. Bozorda to'plangan har 1 milliard dollar Xitoy dengiz armiyasining qattiq detal faoliyatini unumli holda mablag' bilan ta'minlaydi. Bu, ya'ni 1 milliard dollar 3 dona 054 AS tiplik qo'g'dug'uchi parxodning tamomlanish tannarxiga baravar deydi Collins. Robinsonning tadqiqotchilari aniqlagan yana bir misol Xitoy birlashma xabarlashish shirkati deb tanilgan Xitoy birlashma xabarlashish guruhi cheklik shirkatidir. Xitoyning davlat egiligidagi bu korxonasi 2000 yil 6 oyda New York Akasiya birjasi, ya'ni NYSE va Hong Kong Akasiya birjasida dastlabki qadamda oshkora pay tarqitib 5 milliard 700 million dollar mablag' to'plagan. Uning necha 100 million dollarlik payi Amerika davlatlik yashanganda kutinish fondining ilkida. Bu shirkatning faoliyatini ko'zdan kechirish jarayonida Xitoy birlashma xabarlashish shirkati Xitoy ozodlik armiyasini optik kabel, aqliy iqtidorliq asosiy sistema va boshqa uskunlar bilan ta'minlagan. Shundaqla Xitoy ozodlik armiyasining xabarlashish mashqiga yordam bergan. Buningdan boshqa bu shirkat Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishdagi Parcel va Spratil taqim orollaridagi aslahalarni telegraf sistemasi bilan ta'minlagan. Xalqaro sudning
Janubiy Xitoy dengizi to'g'risidagi Xitoyning atalmish tarixiy asosga ega egilik huquqini qonunsiz deb rad qilgan qaroriga zid holda Xitoy bu dengizning 90%ni kontrol qiladiganligini da'vo qiladi. Xitoyning tor hujumchilarining ko'p qismini tekshirganda hujum manbasi Xitoy birlashma xabarlashish shirkatining Shanxaydagi IP adresiga berib taqiladi. 2014 yil 5 ayda Pensilvaniyadagi Amerika shirkatlariga hakkerlik hujumi qilish bilan ayblangan. Xitoy azodlik armiyasining sesiq nomi purkatgan 61398 qismimi mazkur shaharga joylashgan. Buningdan sirt 2017 yil noyabrda Rossiyaning Transtelekom shirkati ikkinchi ulanma bilan ta'minlashdan ilgari Xitoy birlashma xabarlashish shirkati Choshenning birdan-bir tor mulozimati ta'minlaguvchisi edi. Növbətdə Amerika hökumətinin Amerika kapital bozoriga kirgan Xitoy shirkatlariga qarta davlat bexatarlik tekshirishi elib berishga huquq bergan mexanizmi yo'q. Hozir bor bo'lgan razil shirkatlarni nazarda tutgandimi, mushundaq bir mexanizmga jiddiy ehtiyojimiz bor. Amerika Akasiya Savdo Komiteti Xitoyning harbiy va istixborot tarmoqlari bilan bog'lanishliq. Shundaqla kishilik huquq dafsandichiligi degandek Amerika manfaatdagi ziyonliq faoliyatlar bilan shug'ullanadigan Xitoy shirkatlariga aloqador mablag' solg'uvchilar xavfini baholashning bir qismi bo'lgan mushu xil tekshirishlarga mas'ul organdir. Robinson Amerika Akasiya Savdo Komitetining hozirgi yer shari bexatarlik xavfi ishxonasini qayta tashkillab, Amerika bozoriga kirmoqchi bo'lgan Xitoy va Rossiya korxonalariga bo'lgan material oshkorlash talabini kuchaytirishni tavsiya qildi. Uchurlarni yoshirish yoki yolg'on ma'lum qilish qilmishlarini mablag' solg'uvchilarga qarta ig'ir xavf shakllantirganlik deb hukm qilish Amerika paychiqlar qo'llana oladigan qonuniy vositalarning biridir. Donald Trump 2016 yili prezidentlikka saylanib bir oydan keyin Nyu-Yorkdagi Trump munarida Amerikaning texnika sohasidagi eng kuchli shirkatlarining boshqaruvchilari bilan ko'rishdi. Yig'in zaldagi ustal atrofida o'tirganlar Amerikadagi eng kuchli arboblar, Krimni jilg'isiga hukmronlik qiladigan ayollar edi. Krimni jilg'isi San Fransiskoning taxminan 30 mil janubida bo'lib, bu Amerika iqtisodi va sanoatining navbatdagi markazidir. Davomi bor.